xohlagan isqirt insonlar bizni haqoratlasa. Vatanini Putinga. Bu qiz nafaqat o'zini millatini sotganligi, balki dinini ham sotib olganligini o'zi aytib bo'lgan. Bitta gol ham ura olmaydigan o'zbek erkaklarini Putinga. Birortasi bir harakat qilmadiki, bu qizni bir javobgarlikka tortirish kerak. Sani bolalaringlardan birga san xalqni yo'qib tashlash kerak. Qilib bola chaqamiz bilan o'ldirib yuborish kerak edi. O'zini xotinni Makkaga yuborsa, ana o'sha super dayuz bo'ladi va Qara, bu o'zbek bo'lsa ham sani fuqaroying. Qiyomating po'xuy manga do'mi, bilding? Pashol o'zini qiyomatingdan, pashol o'zini Allohingdan, bilding? O'zbek emasmisizlar degan savol tug'ilyapti. Bu onayni o'zbek millati uchun Sizni ham, meni ham onamizni so'kyapti. Bu millat deb turibdi. bu haramdan bo'lgan haramilar Bizda or-nomusimiz shu darajada tushib ketdimi ijtimoiy tarmoqda? Faqat birlashinglar, birgalikda biz kuchimizni o'rtaylik. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Bugungi videomizda biz sizlar bilan ijtimoiy tarmoqda o'zbek millatiga mansub, lekin o'zbek millatlarini o'ta yomon ko'radigan shaxslar haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Yangi endi bor o'zicha karlaga, vatanini Putinga. Bitta gol ham ura olmaydigan vatanini Putinga. Sandagi a**dan chiqadi. Bitta gol ham ura olmaydigan o'zbek erkaklarini Putinga. Bu qiz Koreyada hozirgi kungacha O'zbekiston fuqarosi, Koreya fuqaroligini olmagan, Koreyada vaqtincha o'sha propiskasini olib yashab yuribdi. Lekin bu qizda bilmayman, o'zbek millatiga nisbatan juda kuchli bir nafrat uyg'ongan, qanaqa uyg'ongan, qatdan uyg'ongan, unisini ham bilmayman. Lekin bizning millatni yillar davomida so'kib kelishi, yillar davomida haqoratlashi, turli tuman iflosgarchiliklari bilan gapirishi, undan tashqari bu qiz nafaqat o'zini millatini sotganligi, balki dinini ham sotib olganligini o'zi aytib bo'lgan. Meni ta'jubga keltirayotgan narsa bitta. Nima sababdan hozirgi kungacha bu qizga nisbatan na bizni Koreyadagi konsulligimiz yoki O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi birortasi bir harakat qilmadiki, bu qizni bir javobgarlikka tortirishga. Bu davlatda 30 milliondan oshiq o'zbek millatiga mansub insonlar yashaydi va bularni hammasini birdaniga so'kish, haqorat qilish va undan tashqari og'ziga kelgan gaplar bilan gapirish bu menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bizning millat bu oyoq osti bo'ladigan millat emaski, xohlagan isqirt insonlar bizni haqoratlasa. Bu mayli. Bundan tashqari yana bir nechta shaxslar bor, ijtimoiy tarmoqda ochiq-oydin millatimizni xohlaganicha onalarimizni ham so'kadi, bolalarimizni o'ldirish kerak ham deydi. Bulardan yana bittasi. Sani bolalaringlardan birga san xalqni yo'qib tashlash kerak. Yashashingga haqqing yo'q san xalqni. o'zini xotinni Makkaga yuborsa, ana o'sha super dayuz bo'ladi va Qiyomating po'xuy manga do'mi, bilding? Pashol o'zini qiyomatingdan, pashol o'zini Allohingdan, bilding? Ko'rib turganinglarni ismi Farid. Bu O'zbekistonlik 20 yildan oshiq oldin O'zbekistondan chiqib ketgan, hozirgi kunda Polshada va ochiq-oydin o'zbek millatini xohlaganicha so'kadi. O'zbek millatini bolalari bilan birga o'ldirib yuborish kerak, yo'q qilib yuborish kerak degan gaplarni ham o'zingizlar eshitib turibsizlar. Bunda ham bir o'zbek millatiga nisbatan qanaqadir bir kuchli nafrat bor. Va bizni arab qullar deydi, boshqa deydi, u deydi. U nafaqat bizni millatni, balki dinimizni ham pastayana tahqirlab, yomonlab yuradi. Lekin bunga nisbatan ham hech qanaqa chora ko'rilayotgani yo'q yoki birorta bizni o'sha deylu davlat vakillarimiz rasmiy bir qanaqadir munosabat ham bildirayotgani yo'q bu borada. Chunki O'zbekistonda Polshaning konsulligi bor. Chaqirtirib, qara, bu o'zbek bo'lsa ham sani fuqaroying. Fuqaroying bo'lib turib o'zbek millatini shu darajada tahqirlayapti. O'zbekistonning ichki ishlariga aralashyapti. Nima haqqi bordi? Bu muxolifat emas, boshqa emas. U fuqaro. Boshqa davlat fuqarolari o'zbek millatini oyoq osti qilib, bola chaqamiz bilan o'ldirib yuborish kerak deyapti. Yo, bu davlatda faqat men o'zbek emasman-ku. Davlat rahbarlaridan ham bu masalada bir qanaqadir harakat qilishinglarni so'raymiz. Yana bitta variantni ko'rsataman. bu onayni o'zbek millati uchun teatr ham qila olmaysan, bir yumor ham qila olmaysan. Bu aynidan harom niyat bilan tug'ilgan bu onayni bu millat, bu haramdan bo'lgan haramilar haqiqat mana shunaqa yuraveradi. Mana bu TikToker.
Buni hoji bola deyishadi. Bu ham bir mana shunaqa o'zbek millatini yomon ko'radimi bilmayman. Nuqul bir mana shunaqa jinni ketdi ishlar qilib yuradi. Oldingi ishlari mayli-yu, bunisi endi menimcha ortiqcha. Sizni ham, meni ham onamizni so'kyapti. Bu millat deb turibdi. Bu o'zbek millati deyapti. Bizning or-nomusimiz shu darajada tushib ketdimi ijtimoiy tarmoqda? Kim bo'lsa, qaysi qalang'i, qasangi bo'lsa, bizni bemalol onamizdan so'ksa, millatimizni so'kyorsa. Bularni tiyish payti kelmadimi? Yo bizni millat shu darajada nima, hammaga so'ktirib qo'yiladigan millat bo'lib qoldikmi? Men huquq tartibot organlaridan, undan tashqari tashqi ishlar vazirligidan, bizni Koreyadagi konsulligimizdan, bizni Polshadagi konsulliklarimizdan bu masalalarda harakat qilishinglarni so'rayman. Bularni yuridik taraflama ham bemalol javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin sizlarni jim o'tirishinglar, bilmadim, o'zbek emasmisizlar degan savol tug'ilyapti. Shu savolimizga xataba javob beringlar. Oringlar kelmayaptimi? Chunki bular nafaqat meni, balki sizlarni ham, sizlarni bola chaqanglarni ham hammamizni bemalol ochiq oydin haqorat qilib so'kyapti. O'rtoqlar, bu keyingi videoyimda yana bitta narsani aytib o'taman. Bu Aliga video qilganimizdan keyin taxminan 6 milliondan sal oshiqroq pul yig'ildi. Instagramimizda 150 minglab prosmotr bo'ldi. YouTube'da to'g'ri prosmotr kamroq bo'ldi. Qo'llab-quvvatlash yo'q. Jigarlar, elparvar birga bo'lib, mana shunaqa qiynalgan insonlarga yordam berish davri kelmadimi? Shu Alini hayotini o'zgartirishga birga harakat qilaylik. Juda ko'pchiliginglar musofirsizlar. Shu bola ham musofirda bor-ku, mana shu holatga tushib qoldi. 7 yildan beri to'shakda yotibdi. Imkoningiz bo'lsa 5000 bo'lsa ham yordam bersanglar, shu bolani bir hayotini birgalikda o'zgartiramiz. Men ortiqcha bir nima deya olmayman. Videoni ko'rib o'zingizlar tushunib yetasizlar. Что bu bolaga oson emas. Bolani uyi yo'q. Onasi bilan bir uyda 10 kishi ikki xonada yashab yotishibdi. Tirichligi yo'q, hech narsasi yo'q. O'sha yotgan to'shagida ustidagi futbolkasidan boshqa hech narsasi yo'q. Azginglar rahminglar kelib shu bolaga bir billa poddержка beringlar. Men qildim ehson. Men borgan kunim ehson qilib keldim. Buni o'zini biladi Ali ham. Undan tashqari men sovg'a ham jo'nataman deb turibman hozir Toshkentdan. Birga o'rtoqlar, Alloh rozi bo'lsa, men sizlarga ishonaman. Xudo xolasa zo'r ish qilamiz. Hali kelajakda bundan ham yaxshi, bundan ham zo'r ishlar qilamiz. Faqat birlashinglar, birgalikda biz kuchimiz o'rtoqlar. Alloh rozi bo'lsin qilgan ehsoninglardan. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Haytali, qisqaroq ismim Ali. Men 2019-yil Qozog'istonda ishlab yurgan paytim yo'lda baxtsiz hodisaga uchrab, umurtqa pog'onamni sindirib oldim. Shundan beri og'ir holatda mana shu kravatda yotoq rejimida yotaman. 6 yildan oshyapti, 2019-yil bo'lgan bo'lsa. Shundan beri mana shu kravatda yotaman. Hatto o'tirishga ham qiynalaman, ko'p o'tira olmayman, belim og'riydi. Onam borlar, menga qaraylar, faqat mendan qara olaylar xolos. Onam ham yoshlari sal o'tib qolgan, bellari og'riydi. Menga qarashga ham zo'r, qiynalib qaraylar. Hozir sharoitimiz, onam ikkalamiz yashaymiz. Xolam uylarda yashaymiz. O'zimiz yashaydigan hozir uyimiz yo'q. Bu yerda yashab turibmiz. Bularning ham o'zi ikki xona uylari bor, o'zlarining oilalari bor. Bular ham ko'pchilik yashashadi. Xalqimizdan so'rargan bo'lardim. O'zimiz uyimiz bo'lsa, ikki xonali, ikki sotuvli joy bo'lsa ham uyimiz bo'lsa bo'ldi edi. Sharoitim hozir juda shunaqa og'ir. Meni ko'rib turgan insonlar, agar aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz imkoniyatlari bo'lsa, qo'llaridan kelsa, iltimos qilib so'rab qolardim. Qo'llaridan kelgancha yordam berishsa, xursand bo'lib duo qilgan bo'lardik. Har oy davolanib turishga to'g'ri keladi. Ba'zida 15 kunda bir ukol dori olib turmasam, isitma chiqadi, ko'ngil aynish, ishtaha yo'q bo'lish bo'ladi, qon aylanmay qoladi. Shunaqa kasalliklarim ko'p. Qarab turmasa bo'lmaydi menga doimiy. Sharoit juda ham og'ir xullas. Shu asosiy maqsad qiynalmasdan yashasa bo'ldi-da. O'zimiz uyimiz bo'lsa, beminnat tinch yashaydigan joyimiz bo'lsa bo'ldi. Sog'ayib ketsam, yaxshib ketsam, shu eng asosiy orzuyim, maqsadim. Tuzalish imkoni bilmayman, doktorlardan aniq javoblarni eshitmaganman, bir tuzura joyga ko'rsatmaganman. O'zimni bilishimcha, agar nerv uzilgan bo'lsa, uni davolash juda ham qiyin. Iloji yo'q bo'lishi mumkin. Agar xomash holatda men tuzalib ketsam, yaxshi bo'lib ketsam, oldingidek imkoniyatim bo'lganda men o'zimga o'xshagan, imkoniyat cheklangan, qiynalgan, bemor odamlarga qo'limdan kelgancha yordamimni ayamasdim umuman.
qancha imkonim bo'lsa qo'ldan kelgancha yordam bergan bo'lardim. Chunki bunaqa holatda yashash oson emas, qiyin. Men shunaqa qilgan bo'lardim agar sog'ayib ketsam, yaxshi bo'lib ketsam. Xudodan so'rayman, yaxshi bo'lib ketay. Shunaqa kunlarga yetkazsin Allohim. Shu sababdan xalqimizdan, odamlardan, hammalardan yordam so'ragan bo'lardim. Ko'pchilikka oson. Ozgina yig'ilganda ham daryo bo'ladi to'g'risida. Meni qiynaydigan narsa qiyinchilik, mana shu bo'layotgan kunlar, o'zim xohlaganimdek, orzuyimdagidek yasholmaganim, qiladigan ishlarimni qilolmaganim, onamni bu ahvolda ko'rish, menga qaraylar doim yig'lagan ko'z yoshlarini ko'rish, meni qiynaydigan narsalar mana shular. Men sog' bo'lganimda, bu ahvolda bo'lmaganimda balki onam xursand bo'lib baxtli yurgan bo'lardilar. Shu meni qiynaydigan narsa. Sabr qilamiz, endi iloji yo'q. Noshukrchilik emas, Allohga shukr. Balki bundan yomon holatda bo'lish mumkin edi. Shukr qilaman Allohga.